И pomadim ham ketib qolibdi-yu. Assalomu alaykum azizlar. Mana Живой отзыв o'zlaridan botoks qilganmiz, baqbaqalarini qilganmiz. 10 kun oldin qilganmiz baqbaqangizni. 11da bugun 12 kun ketyapti. 12 kuni. Men ham birinchi ishonganim yo'q, shu misol uchun shunaqa narsa bo'lib qoladi. Bir 3 kun o'ylaganman. Keyin rostdan kelib mana rahmat, Madinaga rahmat. Meni yuzimni chiroyli qilib qo'ygan. Endi sizlarga ham savetiyu. Bu anaqa anaqa shiram qolmagan, ko'ngillarida chiqqan. Endi bu hozir 12 kunda, hozir yana massaj qilib, chiroyli qilib 15 kungacha yana post uxodlarini qiladilar. Mana peshonalariga botoks qilganmiz. Qanaqangi mana yaltiryapti. Hozir korreksiyasini qildik. Chiroyli bo'lib ketyapmiz endi sekin-sekin. Sizlarga ham savetiyu. Zo'r narsa bu. Rahmat, katta. Qo'rqmanglar, ishoninglar. Majburlamayapmanmi, o'zingiz aytyapsizmi? Ay yo'q, Chirchiqdan kelib Mahmudga специально anaqa qilyapmanmi? Yo'q, серьезно aytyapman masalaga. Что это qo'rqimchili narsa emas. Og'rimadi? Og'rimadi. Hamma narsa anesteziya qilib qo'ygan, sterilni, чисто hamma narsa ko'rsatib qilib qo'yapti. Так что kelib turinglar. Sizga ham. Kulis dard ko'rmasin. Pacientlarimiz ko'paysin. Rahmat, sog' bo'ling. Обязательно давайте sog' bo'ling. Rahmat.